Ayol kishi qachon erining telefoniga qaray boshlaydi bilasizmi? Bu ayolning fe'li yomon bo'lgani uchun emas. Bu ishonch tugab borayotgandan boshlanadi. Erkaklar buni ko'pincha yomon qabul qiladi. Josuslik qilyapti, meni tekshiryapti deb o'ylaydi. Lekin ayolning maqsadi nazorat qilish emas, ayol erini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Chunki erkak bilib bilmasdan hissiyotlariga berilib, noto'g'ri yo'lga kirib ketishi mumkin. Gunohga botib qolishi mumkin, xiyonatga borib yetishi ham mumkin. Ayol buni ich-ichidan sezadi. Erimni bu ishi xato, men bu ishni joyida to'xtatishim kerak deb o'ylaydi. U fosh qilish uchun emas, erini asrash uchun qaraydi. Ko'p ayollar erini orqasidan erimni asra, yomon yo'llardan saqlagin deb duo qiladi. Lekin erkaklar buni ko'pincha tushunmaydi, mendan hisob so'rayapti deb o'ylaydi. Aslida bu nazorat emas, qo'rquv va mas'uliyat. Buni tushungan erkaklar oilasini saqlab qoladi, ayolini tushunadi. Tushunmagan erkaklar esa oilasidan ayriladi va keyinchalik kech bo'ladi.